Mana kadrda otim u bo'ladi. Kadrda itim mana meni orqamdagi bo'ladi. Tomchi sharcharasi. Mana Hushonboy Sharofat bilan yetib keldik. Sen yana bu hududda boyagi nimalar bor deding ya, bir Archa masjid bor. Archa masjid bor. Qizil olma bor. Qizil olma bor. Qizil olmada haqiqatan olmasi bormi? Bor. Soladi. Soladi. Oldingidek ko'p somaydi-yu, hozir endi qaridi u olma. Demak, yosh katta olma. Qaridi-da. Yosh katta olma. Lekin shirin u kuzda pishadimi? Ja og'zingizda erib ketadi yesangiz. Bu qishloqdagi olmadan ham mazali bo'ladi. Yana bu yerda endi bu yerda nimalar bor? Bu yerda boshqa. Masalan, trekking deymiz, yolg'iz oyoq yo'lda yurib sayohat qiluvchilar borda, o'zini bizga o'xshab maza qilgisi keladi. O'shanaqangi sayohatchilarga mana shu hududda boyagi yo'l bilan oshib o'tib kelgunimizcha qancha vaqt ketadi? Eshak ot bilan masalan eshak otlar tashkil qilsa bo'ladi. Bu yergacha bemalol kelsa 2 soatda kelsa bo'ladi-da. 2 soat. Yana 1 soat, shundan shu 1 soat yursangiz, nimaga? Belga chiqib borasiz-da. Tepalikka. Tepalikda ham dam oladigan joy. Umumiy 2 soatda aylanib chiqsa bo'ladi. Bo'ladi. Ha.